Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xalqimiz va prezidentimiz. Men Yo'ldosheva Yulduz 1987-yil tug'ilganman. Qashqadaryo viloyati Shahzabis tumani Meraki shaharchasi Hamid Olimjon ko'chasi 14-uyda yashayman. Men hozirda Men hozirda turmushga chiqmaganman. Mana shu xonadonda onamdan keyin, onam rahmatli otamdan keyin mana shu xonadonda apam Yo'ldosh va Dilorom bilan ikkalamiz yolg'iz yashaymiz. Mana shu xonadonimizni remontini, ta'mirlab bo'lib turgan joylarini to'g'irlatishga bormagan joyim qolmadi. Siyosat hokimiyatlarga murojaat qildim. Mana shu mahallamiz, mana shu yo'limiz, mashina yo'limizdan o'tayotgan joylar, mana bu turizmni joylari bo'lganga, turklar firmasi bo'lganga, yo'lga kambag'al va boylar hammasini uylari ta'mirlanayotgan vaqtga juda xursand bo'ldim. Mana endi mana shu ta'mirlash ishlari boshlanib ketdi. Balkim shu fursatdan foydalanib, meni ham uyim o'sha mashina yo'li, katta mashina yo'lidan 150 atrofidagi metr masofaga ichkariroqqa turaman. Bu ichkariroqqa turgani meni ayfim emas. Men endi hozir shularni ta'mirlashdan tugagandan keyin o'sha qatoriga meni ham uyim ta'mirlanib qoladimi degan maqsadda men prezident nimamiz hokimiyatimizga ham siyosatimiz raislariga ham, hokim yordamchisi Nurbekka ham murojaat qilgan joyim bo'ldi. Nurbek naborot menga yaxshi gap bilan, "Apa, sizni yo hozir yo keyinroq bo'lsa ham uyingizni ta'mirlab berishga harakat qilamiz" deyishdi. O'rniga jahl bilan menga so'kinib urushga bordi. Lekin urushga borgani bilan urgani yo'q. To'g'risi so'kinib, onayni deb so'kinib ketdi. Keyin men xafa bo'lib uyga qaytdim. Keyingi qilgan murojaatimga sani uying ichkariga ekan, ichkarigaligini hisobga olib, katta boshliqlarimiz hokimiyatga ham, tashkilotga ham ichkaridagini qilmaymiz, menga ichkaridagini aytmang deb aytdi menga deb nimamizni raisimizga, hozirgi yangi bo'lgan raisimizni o'zlari shu gapni aytdilar. Hozircha to'xtab turadi, balkim bo'lib qoladi deb aytyaptilar. Men u kishiga aytdimki, prezidentimiz kelganlaridan keyin u narsa bo'lmay qolishi aniq. Siz hozircha bo'ladi deganingiz bilan bu bo'lmasligiga men o'zimni 100% bo'lmasam 50% ko'zim yetib turibdi. Balkim qiladi degan umidga ham turibman. Endi hozir shu uyimizda aholiga mana ko'rishlaringiz mumkin. Bunga juda qiyin vaziyat. Men jon kuydirib, shu iltimos, shu ishni qilib beringizlar, mana shu uyimda ta'mirlangan ahvolini ko'rib turibsizlar deganim ham qaramay qilmaganlarga bitta achinganim sababi, bizda onam, otam, akalarim bor vaqtida ham shu xonadonda yashaganimizda otam, onam, akalarim mana shu uyga zakligi sababga ko'ra kasal o'tirib, davolanolmay mana shu uyimizdan olamdan o'tishgan. Mana endi hozir zak juda kuchayib ketgan. Men hozir sizlarga shu zakni ko'rsatmoqchiman. Mana bu uyimizga kirib ham, ko'rib ham bo'lmaydi. Gilamlarimizdadir, mana yerlarimiz zak. Bu videoda uncha balkim ko'rinmayotgandir. Mana hozir sizlar bitta ham ko'rishlaringizga aniq qilsangizlar, mana ko'rinib turibdi. Mana zakligi. Mana zak o'tib ketganini, mana gilamlarimiz ham yopishib, zak bo'lib chirib ketib boryapti. Endi bunga hech qanday inson mendan boshqa yashamaydi. Iloj menga o'xshagan nochor insonlar yashamasa, ochiqni aytaman, menga o'xshab yashayotganlar chiqmasa, bundayroq boy inson bunday xonadonda yashamaydi. Buni hattoki o'zimizni raisimiz, yangi raisimiz ham haqiqatan hech kim yashamaydi. Nurbeklarga umuman yashamaydi, o'zlari ham ustozlarni ketdilar. Mana gilamlarimiz tayyor zakligi. Menga qani kim shu zakda kim qanday yashagan bo'laydi? Meni o'rnimda ham boshqa insonlar ham mana shunday nochor insonlar ayniqsa o'zi bu rahbarlarga yoki bir hokimiyatlarga
Mana shunday prezidentlarimizga qurb yetadigan boyvachcha insonda murojaat qilmaydilar, o'zlaringiz bilasizlar. Hali kechiring, hurmatli prezident. Endi shu darajagadir yetganiga yetganligi sababiga ko'ra men sizga mana shu YouTube orqali tarqatishga majbur bo'ldim. Chunki bormagan joylarim qolmadi. Hattoki ba'zilarini gapirgan mana raislarimizni, Nurbekda mana ba'zi gapirgan nimalarini zapsini olganman. Afsuski buni oldin Xuromboyev Toshkentdan mana o'tgan yili Toshkentdan Xuromboyev degan inson keluvdilar. Vazirdan kelganlar deb tushuntiruvdilar. Men u kishini tanimasdim. O'zlari mana vazirdan kelganlar, mana nima gaping bo'lsa aytganlarga keyin o'zlari kirib, hamma joyda o'sha Xuromboyev ismlari eslashib ketdi. O'sha kishi ko'rib, hay bular ta'min taraf ahvolga turgan ekan, juda qiyin ahvolga yashashar ekan. Bularga tom qismini yopishdan boshlab, mana siz lak uyiga doir yordam beringlar. Yangi televizor, yangi xonadonlik, yangi televizor, yangi xonadonlik olib berib, bitta sal ixchamroqqina bo'lsa ham bular qo'yolib boqayotgan kreditga yoki mana shunday mehnatlar qilayotgan bir yuvinib chaynab olishiga bitta sal sharoitcha qilib hammommi bir dushxonami qilib beringlar. Bularning o'zini qo'ldan kelmayotgan, sharoiti og'ir ekan deb mana shu kishi aytib ketdilar. Hattoki shu kishini ham Xuromboyevga ham gapirgan gaplarini xo'p bo'ladi, qilamiz, bu amalga oshadi deyishib, mana hozirga doir natijasi ko'rinmayapti. Mana endi bugun siyosatimizni yuzdan o'tolmay, itti hokimimizni yuzlaridan o'tolmay, men har murojaatim ko'p bo'lsa, har doim ishim tushsa deb boshiga munoqishani ishlar qilmagandim. Hattoki yaqinda portalga ham chiqdim. Portalimizdan mana endi natija bo'lmasa, halicha natija ko'rganimiz yo'q. Prezidentimizga men onlayn chiqaman. Agar shunga rozi bo'lsanglar, men onlayn chiqaman. Endi nima bo'lsa bo'ldi, onlayn tarqatishimga yo'lim qoldi, boshqa yo'lim qolmadi. Maylim aybdorlikka qolib ketsam ham shuni anaqa qilaman. Chunki mana o'zi ko'rinib turibdi-ku, meni ayblashsa kerak degan fikr kelgani yo'q. Sababi mana shu ahvolga turganimdan keyin qanday men amal qilishim mumkin? Ya'ni ham uni katta insonlar bilishadi. Mana shu meni iltimosim prezidentimizga.